7-chi misolda kamayuvchi turli raqamli eng kichik 4 xonali son, ayriluvchi esa turli raqamli eng katta 3 xonali son ayirmani toping. Demak, turli raqamli eng kichik 4 xonali son. Agar turli raqamli demaganda 1000 bo'ladi eng kichik 4 xonali son. Turli raqam degani uchun demak birinchi 1 qo'yamiz, keyin 0, 1 bilan 0 ishlatildi, keyingi kichigi 2, keyingi kichigi 3 mana. Ya'ni eng kichik degani uchun eng kichigidan olib qolish kerak. Xo'p, keyingisi ayriluvchi deyapti. Eng katta turli raqamli 3 xonali son. Eng katta desa, demak eng kattasi 9, keyingi kattasi 8, keyingi kattasi 7. 3 xonali deb ayirib qo'yamiz. 13 dan 7 dan esa demak 6, 11 dan 8 da esa 3, bu yerda 9 qiladi, demak 36 bo'lib ketar ekan javob. 8-misolda 0, 1, 2, 3, 4 mana. 5 ta raqamdan bir martadan foydalanib barchasidan ikkita son tuzildi. Ularning farqi eng kamida necha bo'lishi mumkin deb. Demak, ikkita son tuzishimiz kerak. Farqi degani bir-biridan ayirganda maydaroq son chiqishi kerak. Buning uchun qanday maydaroq son chiqaramiz desa, birinchi sonni sal maydaroq qilish kerak, ikkinchi sonni kattaroq qilish kerak. Shunda orasi maydalashib ketadi. Masalan, 100 bilan 50 ning orasida 50 ta son bor. Lekin 100 bilan 90 ning orasida 10 ta son bor. Farqi kam. Ya'ni 100 o'zgarmay turgan bo'lsa, ayrayotgan son qancha katta bo'lsa, javobi mayda bo'lib ketaveradi. Birinchi sonni maydaroq qilish uchun 1 qo'yamiz birinchi. 0 ni birinchi xonaga qo'yib qo'ymaylik. Agar 0 ni birinchi xonaga qo'yganda 0 ni qo'yardik mana buning o'rniga. Keyin agar 0 ni birinchi qo'yib qo'yganda birinchi 0 ni qo'yardik. Chunki birinchi xonaga 0 ni qo'yish mumkin emas, 1 ni qo'ydik, keyin 0, keyin 2 mana. 5 tadan 3 tasini olamiz, 102. Keyin bu tomonga 34 yozsam ham bo'ladi, 43 yozsam ham bo'ladi. Lekin 34 ni yozsam ayirayotganda javob kattaroq chiqadi. Bizdan maydaroq chiqish uchun demak uchun 43 deb yozamiz. Ayirib qo'yamiz. 12 dan 3 esa 9, 9 dan 4 esa 5, 59 degan. 9-misolda xuddi shunday. Xo'p, 3, 4, 5, 6, 7 deyapman. 3 dan 7 gacha son. Bunda ham mana birinchi e'tibor bersa, mana maydaroq qildik, keyingisini kattaroq qildik. Bunda ham birinchi maydalarni qo'yamiz. Demak, maydalar 3, 4, 5. Endi katta bo'lsa teskari 7, 6 qo'yamiz. 6, 7 qo'ysalar 67 maydaroq, iloji bo'lsa kattaroq qo'yish. Demak, ayiramiz buni. 15 dan 6 ni ayirsak 9, 3, 13 dan 7 ni ayirsak 6, 2, 269 degan. 18-chi tenglamada tenglamani ishlatishimiz. Tenglamada demak, tenglama ishlayotganda x o'rtada kelib, mana qavs qatnashgan ifoda x o'rtada keladi. Boshida son, o'rtada ayruv bor. Demak, bunda qavsning ichida ayruv o'zini yozib olamiz. 77 dan 41 da ayirib olamiz. Chunki o'rtadagi son ayruv bo'lsa ayruvligicha qoladi, bo'luv bo'lsa bo'luvligicha qoladi. Bu ikkalasini esa 77 dan 41 da esa 36 bo'ladi. Endi x yana o'rtada keladi. Men x topish uchun 50 dan 36 ni ayirib olamiz. Hop, bundan javob 14 qoladi. 18, hop, 22 dan kamayuvchi 15 ta olsa ayirma qanday o'zgaradi? Demak, kamayuvchi birinchi kamayuvchi turadi, keyin ayriluvchi edi, keyin ayirma mana. O'tgan safar yozib berdik mana. Yozilayotganda birinchi kamayuvchi, ayriluvchi, ayirma. Ya'ni kamayuvchi ortsa, bu ham ortadi ayirma. Bu kamaysa, bu ham kamayadi. Bu 15 ta ortsa, bu ham 15 ta ortadi, 15 ta kamaysa, bu ham 15 ta kamayadi. Lekin ayriluvchi bo'lsa, bu ortsa, bu kamayadi. Bu kamaysa, bu ortadi, teskari. Nima uchun desa, mana misol ishlab ko'rsataman. Masalan, bu yerga 20 dan 10 ni ayirsam 10 qoladi. Bu 20 kamayuvchi, ayriluvchi 10, ayirmay 10 bo'ldi. Endi kamayuvchini orttirsam, 20 ni joyiga masalan 30 qo'ysam, ayirsam 10 ni, endi javob 20 qoladi. Mana e'tibor bersalaringiz, birinchi kamayuvchi 20 edi. 30 bo'lsa 10 ta orttirdim. Bu javob 10 edi. Bu ham 10 ta ortyapti. Buni o'zgartirmadim, chunki aytilmagan narsani o'zgartirganim yo'q.
Endi bu demak mana bunda hozir bu 10 ta ortgani uchun 10 ta ortadi. 15 ta orttirsak 15 ta ortib ketadi. Javobim mana. Javob xuddi shunday ortadi. Bu ayriluvchi o'zgarmasa. Demak bizning hozir savolda 15 ta ortsa degan bizning javobga demak 15 ta ortadi deymiz mana. Qanday o'zgaradi deysan? Javobga. Biz 15 ga mana 15 ga orttirib qo'ysak ham bo'ladi. Mana hozir mana 35 qo'ysak, mana 25 bo'ladi. Buning orasida 15 ta farq bor. 15 ta ortib ketdi degan. Hop, 24 lardan yana shunday savollar beraman. 24 ta. Kamayuvchi 8 ta, ayriluvchi 5 ta ortsa-da. Endi bu 8 ta ortsa, bu ham 8 ta ortadi. Bu 5 ta ortsa, bu 5 ta kamayadi. Teskari bo'ladi. Nima uchun bu kamaysa, bu ortadi, bu ortsa kamayadi desa, endi yarimta misol tushuntirib beraman. Masalan, boshidan 100 dan 40 ta ayirsam 60 qoladi. Bu misol uchun. Endi mana buni orttirib ko'raman. Bizdan ayriluvchini so'rasa, bu o'zgarmay turadi. Boya buni so'ragani uchun buni o'zgartirmadik. Endi mana ayriluvchini so'rasa, buni o'zgartirib turamiz. Endi 100 40 ning o'rniga endi orttirsam mana 45 qo'ysam. Endi javob 55 qoladi. Mana endi bitta qarayman. O'zi 40 bo'lganda 60 edi. Bu 5 ta orttirdim ayriluvchini, javob 5 ta kamayib ketdi. Shuning uchun ayriluvchi bilan ayirma bir-biriga teskari. Bir xil son bo'ladi. Bu 5 ta ortsa 5 ta kamayadi. Bu 5 ta kamaysa 5 ta ortadi. Endi xuddi shuni teskari qilib ko'raman. Masalan 100 dan 40 emas joyiga 35 qo'ysam mana bu yerga men javob endi 65 bo'ladi. Ya'ni 40 ni 5 ta kamaytirdim 35 bo'ldi. Bu 60 ni 5 ta ortib ketdi. Ikkovi bir-biriga teskari, ya'ni o'rtadagi ortsa javob kamayadi, o'rtadagi kamaysa bu ortadi. Shuning uchun mana misollarda biz hisoblayotganda so'z bilan yozib qo'ysak ham bo'ladi mana. Kamayuvchi bilan ayirma ikkalasi bir xil. Bu ortsa ortadi, kamaysa kamayib ketaveradi. Demak bizda hozir mana bu 8 ta ortdi, bu 5 ta ortsa ayirma qanday o'zgaradi desa, demak 8 dan 5 ta ayiramiz. Javob 3 chiqdi. Demak 3 ta ortadi deymiz mana. 25 ta endi. Hop, 25 ham xuddi shunday ekan mana. Kamaysini mana 26 sini ishlaylik. 26 dan kamayuvchi 10 ta kamayib, ayriluvchi 3 ta ortsa. Endi mana yerda ikkalasi ham ortdi deydi, ayirdik. Endi bittasini ortdi, bittasini kamaydi desa qo'shamiz endi. 10 ga 3 ta qo'shamiz. 13 bo'ladi. Endi ortadimi, kamayadimi desa, qaysi katta son bo'lsa, ana shunga o'zgaradi. Katta son hozir 10. 10 ta kamayib degan, demak 13 ta kamayapti. Qo'shaylik. Hozir mana bu yerda 10 ga 3 qo'shib 13 bo'ldi. Endi mana katta son 10 edi. 10 ta kamaydi degan, shuning uchun mana ham shuncha kamaydi qilyapmiz. Agar 10 ta ortdi deganda buni ham ortdi bo'ladi. Katta son ortsa javobim ortadi, katta son kamaysa javobim kamayib ketadi degan. Xo'p, endi 28-misolda. Hop, 28, 29 ikkalasi ham bir xil. Hop, mana 28 demak sondan 100 dan 99 ga ayiramiz, qo'shamiz 98, ayiramiz 97, vaqtimiz ketyapti. Endi buni tavakkal ishlash noto'g'ri bo'ladi. Shuni qaraymiz. Bunday savollarda, shunday nuqta-nuqta berilgan savollar ozroq fikrlasa oson savol bo'lib qoladi. Lekin sen birdaniga o'ylasang, buni ayirib qo'shib bizning juda uzun yo'l ketadi. Shuning uchun birinchi hamma ayirib bajaramiz. 100 dan 99 desak 1, 98 dan 97 desak 1, 2 dan 1 desak 1. Demak, javobga 1 deb yozib olamiz. Birinchi. Bu degani shu boshda 97 dan 96, 95 to 1 gacha kamayib keladi hamma sonlar. Bu degani sonlar mana 1 dan 1, 2, 3, 4, 5 yani 10 tomondan chapga qarab sanasak 1 dan boshlab 100 gacha son keladi. Bu degani nechta son bor desa, oxir mana 100 dan 1 dan ayirib 1 ni qo'shayapti. Nechta son borligini bilish uchun. Demak, 100 ta son bor. Shuni 2 ga bo'lamiz.
Sababi har doim o'tgan safarda yig'indiga doirda bor edi. Ikkita son birikkandan keyin 2 ga bo'lib olamiz. Ya'ni yarmicha bo'ladi degan shu. Demak, mana bu 50. Demak, mana shu 50 deb qoldi, shuni 50 ga ko'paytirib qo'yamiz. 50 da birni qo'shib qo'yamiz degan javob 50 chiqadi degan mana. Mana shuning yarmini qo'shib qo'yamiz deganimiz. Sababi mana bu javob 1 bo'ldi. Bu degan javob 1. O'zi aslida nima qilishimiz kerak? 1 qo'shuv 1, qo'shuv yana 1, qo'shuv 1, qo'shuv 1, qo'shuv 1 deb 50 ta birni qo'shish kerak edi aslida. Buni yo'lni bilmasak, chunki mana qo'shuvlarni ishlatmadik hali. 50 ta birni qo'shsak ham 50 bo'ladi, 1 kara 50 ham 50. Masalan, oddiy 5 qo'shuv 5 qo'shuv 5 deb 4 ta 5 qo'shgandan ko'ra 5 kara 4 deb yozib qo'ygan yaxshi, osonroq bo'ladi. Bu ham xuddi shunday mana. Demak, faqat birinchi ayiruvlarni bajaryapmiz, oxirida qo'shuvlarni bajarib qo'yapmiz degan. Endi 29 ida shuning mana 50 49 qo'shuv 48 ayruv 47 qo'shuv hokazo 2 ayruv 1. Bu ham yana shunday davom etib ketyapti. Klavier vazifamiz o'zgaradi. Buni ayiramiz, buni javob hammasi 1 chiqadi. Buni 1 ni yozamiz. Endi son mana 50, birinchisi, oxirgisi 1. Demak, 50 dan 1 gacha kamayib kelyapti. Oxirdan boshini ham 1 ga qo'shamiz. 50 ta son bor. Shuni 2 ga bo'lamiz. Chunki har birikib 1 ni tashkil qiladi. 25. Demak, buni 25 ga ko'paytirib qo'yamiz. 25. Ya'ni bunday aytganda biz endi buni 1 qo'shuv 1 qo'shuv 1 deb 25 ta birni qo'shib chiqish kerak degan shunday yo'nalish bo'yicha. Xo'p. 30 da endi 80 ayru 78 endi shuni sal boshqacharoq variant. Ya'ni bunday songa e'tibor bersak, faqat juft sonda berilgan. Endi yana qiladigan vazifa o'zgarmaydi lekin mana. Ayirsak 2, ayirsak 2 demak ayirsak 2 ni yozib qo'yamiz birinchi. Endi sonlar. Sonlar bu 2 dan boshlab 80 gacha keladi. Agar sonlar 1 dan boshlab kelganda edi, 1 dan boshlab 80 gacha kelganda edi, 80 ta son bo'ladi. Agar 1 dan boshlab kelganda. Chunki hozir mana 1 dan 50 gacha kelsa 50 ta son bo'ldi. 1 dan 100 gacha kelsa 100 ta son bo'ldi. Endi agar 1 dan 1, 2, 3, 4, 5 deb hammasi 80 gacha kelganda 80 ta son bo'lardi. Endi shuning qolgani yo'q. Bu degani 1 dan 80 gacha 80 ta son bo'lsa, 40 ta juft son, 40 ta toq son bo'ladi degan. Mana bu yerda jami mana 80 ta bo'lsa, mana bu 80 dolayapman, 80 ta. Shuningdek mana 40 ta juft son bo'lyapti. Demak, 40 ta toq mana. Bizda toq sonlar yo'q, demak, mana shuni o'chirib taylaymiz mana, toq sondan hisoblamaymiz. Demak, 40 ta son bor degan mana shu qatorda nechta sonligini hisoblaymiz. Demak, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 deb sanab chiqsalarim 80 gacha 40 ta son bo'ladi. Har ikkita son birikkani uchun shu 40 taning yarmini olamiz. 20. Demak, 20 ni mana shu ko'paytiramiz. Xuddi shunday ko'paytirish bo'lyapti. Demak, javob 40 bo'lyapti endi. 31 dan har qadamda Nodir 80 dan 5 ni ayirib boradi, Abduqodir esa 68 dan 2 ni ayirib boradi. Ma'lum vaqtdan keyin ularning hosil qilgan sonlar teng bo'ladi. O'sha sonni toping. Demak, mana Nodir 80 dan hisoblaydi, Abduqodir 68 dan hisoblaydi. Demak, bu 5 dayra, bu 2 dayra. Bu o'zi hisoblayman mana. 5 da ayirsak 75, 2 da ayirsak 66 bo'ladi. Yana 5 da ayirsak 70, bu 64 bo'ladi. Yana 5 da ayirsak 65, bu 62 bo'ladi. Yana 5 da ayirsak 60, bu ham 60. Ikkalasi tenglashib qoldi. Mana tenglashib qo'ygan joyda olamiz. Bu. Ya'ni minus ayirishini yozaman, 5 da 5 da kamaytirdim. Buni 2 da 2 da kamaytiryapman. Bu 2 ni ayirib boradi, bu 5 ta ayiradi. Ikkovida qaysidir sonda teng bo'lib qoladi. Shu sonni toping. 32 da 4 xonali natural sonning raqamlari 3 tadan kamayib qoladi. Shu sonning raqamlar yig'isini toping. Demak, 4 xonali son bo'lishi kerak. 3 ta 3 tadan kamayib borish kerak raqamlar. Demak, kamayib borish kerak desa, birinchi eng kattasini qo'yib olamiz. Eng kattasi demak 9 mana.
keyingi xonasi 3 ta kamayish uchun 6 bo'lishi kerak. Keyingi yana 3 ta kamayish uchun 3 bo'lishi kerak. Keyingisi 0 bo'lishi kerak mana. 3 ta 3 tadan kamayib boradi mana. 4 xonali son 9630 degan son. Raqamlar har qadamda, ya'ni har doim 3 ta 3 dan kamayadi. 9. Agar 8 qo'ysalar ham bu yerga son yetmay qoladi. O'z-o'zidan 9 qo'yishga majbur. Chunki 8 qo'ysak 8 dan 5 bo'ladi, 5 dan 2 bo'ladi, 2 dan 3 ta bo'lmay qoladi. Minus son chiqib qoladi. Bizning minusdan chiqmas kerak. 9630 degan sonni hosil qilgan. Endi mana shuning raqamlar yig'indisi desa, demak mana shundagi 9 ni 6 ni 3 ni 0 ni qo'shib qo'yamiz. 15 18 degan javob qilamiz. 33-sida. Hop 5 6 7 8 raqamlaridan demak mana 5 6 7 8 raqamlaridan bir martadan foydalanib ikkita son tuzib ularning farqi ekan. Mana bu o'zi mana 8 ning 9 ning o'zi mana. Faqat 4 ta son bergan. Shunda ikkita songa ajratish kerakki, ajratganimizda deyapti, eng farqi mayda son bo'lsin degan. Buni shu ikki xil bo'lsa 56 ga 78 deyish mumkin, 76 ga 85 deyish mumkin. Xullas, farqi bo'lganda bir-biridan ayirganda javob kam bo'lishi kerak. Masalan, bitta 67 dan 58 dan ayirsan buni. 9 mana. Menimcha 9 dan mayda son chiqmaydi. Nima uchun bunday olayotgan sababi qarang. 5 bilan 6 bir-biriga yaqin son. Shuning uchun bittasini bu yoqqa, bittasini bu yoqqa yozib olyapman. Bunoda oson tomoni 5 ta sonidir. 5 ta sondan oson qilib eng maydasini birinchi yozib qo'yib ketib, keyin qolib ketadi. Teskari qo'ysak bir xil edi. Bunday 4 ta son bo'lsa chalg'ituvchi bo'lib qoladi. 4 ta son bir-biriga yaqinlashtirish uchun eng ikkita maydasini olyapman, mana ikkita boshiga qo'yib yuboryapman. Keyin ikkita katta qolib ketyapti, kattasini teskari qo'yapman. Shunda farq kamayib ketadi. Agar biz 8 ni bu tomonga 7 ni bu yoqqa qo'ysak, unday chiqmaydi. Chunki 68 dan 50 ga etsang 11 bo'lib ketadi. Farqi kattalashib ketadi. Farq mayda bo'lish kerak desa, shuning uchun mana birinchi ikkita mayda, ikkita kattani olamiz. Ikkita maydani ikkita tomonga qo'yam, ikkita kattani teskari qo'yam. Mayda qo'ygan tomonga kattasini, katta qo'ygan tomonga maydasini almashtirsak, farq maydalashib ketaveradi degan ana shunda. Boshqa yo'li yo'q buni. Buni aslar shunday kelsa xayolga bu 9 da 11 da chiqarsa bo'ladi, 12, 13 ko'p sonda chiqarsa bo'ladi. Lekin eng maydasini chiqaradi mana shularning ichidan. 34-savolda. Hasiba olimpiadasida 1-5-savollarga 2 balldan, 6-10-savollarga 3 ball, 11-15-savolga 4 ball, 16dan 20-savollarga 5 ball beriladi. Nodir va Sardor bu olimpiadada qatnashdi. Ularning ikkalasi ham kamida bitta savolga to'g'ri javob bergan va kamida bitta savolga noto'g'ri javob bergan. Nodir va Sardor olgan ballar orasida farqi eng ko'pi bilan necha bo'lishi mumkin? Men ikkita bola olimpiadada qatnashyapti. Bittasi 100%, ikkovi 100% ishlamagan. Hech bo'lmaganda deyap bitta xato qilgan. Ya'ni 20 ta savol bor. 20 ta savoldan bittasi 19 ta ishlagan, bittasi bitta ishlagan bo'lishi kerak. Nima uchun desa, ya'ni 19 ta ishlagan bo'lishi kerak, bittasi 19 ta xato qilgan bo'lishi kerak. Ana shunda farqi katta bo'ladi. Bizlar farqi eng kattasini topdik. Birovda eng maydasini topdik farqi. Ve farqi maydaroq chiqishi uchun sonlarni bir-biriga yaqinlashtirish kerak. Farqi kattaroq chiqishi uchun bir-biridan uzoqlashtirish kerak. Misol oddiy misol 100 bilan 10 ning farqi 90 ga teng. Lekin 100 bilan 90 ning farqi 10 ga teng. Ya'ni qancha sonlar bir-biriga yaqinlashib ketaversa, farq shuncha maydalashib ketaveradi. Bir-biridan uzoqlashib ketsa, farq ham kattalashib ketaveradi. Shunday mana 19 ta savol berilganda bittasini eng yuqori ishladi deymiz, bittasini eng past. Demak, eng yuqori deymiz mana. Mana. Eng yuqorisi. Eng yuqori 19 ta ishladi deymiz. 19 ta ishlagan bo'ladi. Endi 19 ta ham 20 ta savol bo'lsa, bitta xato qildirishimiz kerak. O'zimiz topishimiz kerak bo'ladi. Shunday topishimiz kerakki, iloji boricha eng yuqori ball bo'lishi kerak. Buning uchun 2 ballik savol bor, 3 ballik savol bor, 4 ballik, 5 ballik. Agar 5 ballik savoldan xato qilsa, 5 ball kamayib ketadi. 4 ballikdan savol xato qilsa, 4 ball kamayib ketadi. Biz 2 ballikdan xato qildi deb tasavvur qilsak, 2 ballgina kamayadi, balli yuqori hisoblanadi degan. Endi mana biz shuni hisoblashimiz kerak. 19 ta savoldan 1-5-savollarga 2 ball beriladi. Shundan bittasini xato qildi deymiz. 5 ta savoldan bittasini xato qilgan bo'ladi.
4 ball bo'ladi. 4 ta ishlaydi, 2 ballni. Qo'shamiz keyin. Bitta xato qildi, qolganini 100% ishlaydi deymiz. Keyingisi 6-savoldan 10-savolgacha 3 ball beriladi. 5 ta savol bor, 3 ball berilsa hammasini hisoblaymiz. 5 ta savolning 3 balldan hisoblaymiz. Keyingi 5 ta savolni 4 balldan hisoblaymiz. Keyingi 5 ta savolni 5 balldan hisoblaymiz. Ya'ni mana bularni e'tibor bersangiz, mana bu 4, mana 5, mana 5, 5 dan 19 ta bo'ladi mana shu. 19 ta to'g'ri ishlagani bo'ladi, eng yuqori natija. Chunki agar bitta xato qildi demaganda hammasini ishladi deydi. Hammasini ishlamagan, bitta xato qilganda. Hisoblayman, 4 kere 2 8, 5 kere 3 15, bu 20, 25. Ve qo'shsa 25 ga 20 45, 45 ga 15 60, 68 ball bo'ladi mana. Demak, maksimal 70 ball bo'lgan o'zi. 70 balldan 68 ball olgan bo'ladi eng yuqori. Nodirmi? Bittasi olganda xohlasak nodir deb belgilasak bo'ladi, xohlasak keyin yana bitta bola sardor bo'ladi. Bizga endi eng pastni topamiz endi. Eng past esa bitta to'g'ri ish tartibi bo'ladi. Chunki aytgan, bittagina to'g'ri ishlaganing borda, eng kamida bitta to'g'ri desa, eng kamida bor. Endi bitta to'g'rini qaysini olamiz desa, maydaroq olishimiz kerak. 2 ballikdan bitta ishlasa 2 ball bo'ladi. 3 ballikdan bitta ishlasa 3 ball, 4 ballikdan bitta ishlasa 4 ball, 5 ballikdan bitta ishlasa 5 ball. Agar qiyin savoldan ko'proq ishlasa 5 ball beriladi. Biz buni oson savol sharti tasavvur qilamiz. Ya'ni bunda o'zi bitta ishlagan, u ham 2 ballikdan deymiz, 1 ko'paytirib 2 deymiz, 2 ball olgan. Bu 68 ball olgan. Ya'ni bu 19 ta to'g'ri ishlagan nodir, bunisi bitta to'g'ri ishlagan deymiz. Shunda farqi desa, ikkalasini ayiramiz. 68 dan 2 ni ayiramiz. 66. Agar mana shu yurgamen eng past ballni bitta to'g'ri ishladi deb 3 ballikdan bitta ishlasa, mana 3 ball bo'ladigan 68 dan 3 desak 65 bo'lib qoladi. Mayda chiqib ketaveradi. Ya'ni mana shunda shu variantdan boshqa xohlagan bitta sonni tanlaydigan bo'lsalar, mana shundan yuqori katta son qilmaydi. Bizga eng katta sonni topdi. Agar mana ulardan xato qilganini boshqalardan xato qilsalar, 68 balldan kam chiqib qoladi. Agar mana 3 ballikdan bitta xato qilsa, 3 ball bo'ladidan mana 67 ball bo'lib qoladi. Keyin 67 dan 2 ni ham 65 bo'ladi. Bundan kamayib ketaveradi. Shuning uchun iloji boricha buni eng yuqori ball 68 ball olish mumkin. Bu eng past 2 ball olish mumkin. Shunda 66 ball bo'ladi farq qilgan. 35-savolda 1 2 4 6 8 9 10 1 2 4 6 8 9 10. Mana shu sonlarni bir nechta guruhlarga bo'lmoqchi, nodir degan bo'ladi. Bunda har bir guruhda kamida bitta son bo'lishi kerak. Agar har bir guruhlardagi sonlar yig'indisi o'zaro teng bo'lsa, nodir hosil qilish mumkin bo'lgan guruhlar soni eng ko'pi bilan nechta bor? Demak, shunday guruhlarga ajratishimiz kerak. Masalan, mana bitta guruh deymiz. Yana bitta guruh. Yana bitta guruh. Yana bitta guruh. Agar shu 4 ta qilib davom etsa, chiqasi bo'ladi. Endi bitta guruhda bitta son bo'lishi mumkin. Bu desa, men eng katta son 10. 10 ning o'zini bitta guruh qilamiz. Endi qolganlari 10 chiqishi uchun 9 bilan 1 ni olamiz mana. Ikkita son olaman, 10 bo'ladi. Bu ham 10. Teng bo'lishi kerak deyap, hammasida. Keyingisiga 2 bilan 8 ni olaman, 10 bo'ladi. Keyin 4 bilan 6. Hammasi shunda 10 dan bo'ladi. Ya'ni 4 ta guruh bo'ladi. 9 bilan 1 bitta guruh, 2 bilan 8 bitta guruh, 4 bilan 6 bitta guruh, 10 ning o'zi alohida bitta guruh turadi. Shunda hammasining deyapti javoblari o'zaro teng bo'lsa, eng ko'pini mana shu 4 taga ajratib, agar 2 taga ajratsak ham bo'ladi. Masalan, bularni hammasini bo'lib, mana 3ni birlashtirib, bu uchala 4 tasini birlashtirsalar 20 dan bo'ladidan 2 ta guruh bo'lib qoladi. Bizning guruh iloji boricha ko'proq chiqsin deya, shuning uchun maydaroq sondan 10 dan 4 ta 10 qilamiz deyiladi. 36-savol. Doskada ikkita natural son yozilgan. Ma'mur ularni qo'shishi kerak edi. Lekin u adashib qo'shish o'rniga ayirdi va 25 hosil qildi. Agar u 18 ga adashgan bo'lsa, doskadagi sondan topilgan. Demak, ikkita son yozilgan mana. Bitta A son, bitta B son yozilgan. Mana shuni qo'shish kerak edi.
Lekin deyapti, mana shuni ayryapti. Ayridan 25 hosil qildi. Ayri o'rgan. Degan ustozi ma'mur doskaga chiqaryapti. Ikkita son turuvdi doskada. Shu ikkita sonni deyapti, senga qo'sh deydi. U ayryapti. Keyin ayridan 25 chiqardi. Endi shunda deyapti 18 ga adashib ketdi deyapti. 18 ga adashgan bo'lsa, demak mana shu A ga B ni qo'shsak 18 ga ko'p chiqishi kerak. Ya'ni 43 bo'lishi kerak edi qo'shganda. Sababi sonlarni qo'shsak kattaroq son chiqadi. Ayirganga nisbatan. Chunki masalan 20 bilan 9 degan son bor. Qo'shsak 29 bo'ladi. Ayirsak 11 bo'lib qoladi. Ya'ni qo'shganda kattaroq son chiqaveradi. Demak mana ikkita son ayirganda 25, qo'shganda 43 bo'ladigan sonlar. Buni o'ylab topsak ham bo'ladi, tenglab batib ishlasak ham bo'ladi. Bularni agar biz shunday qo'shib olsak, ikkalasini, mana A ga to'g'riga o'ziga o'zini qo'shamiz. Mana boshida bilsalar, bordi, A, B, C deb 3 tani qo'shish bordi. Xuddi shunday ikkitani mana. A ga A ni qo'shsak 2 ta A bo'ladi. Bittasi ayirib, bittasi qo'shuv bo'lib qolsa, lekin bular qo'shib bo'lmaydi. Bular ayirib ketadi. Ya'ni b'lar yo'q bo'lib ketadi. Tagin 25 ga 48 ni qo'shamiz, 43 ni qo'shsak 68 bo'ladi. Endi A ni topamiz desak, 68 ni 2 ga bo'lamiz. 34 ekan. Demak, birinchi son 34 bo'ladi. Ikkinchi sonni top desa, B ni top desa, mana 34 dan 25 top tashlaymiz mana. 9 bo'ladi. Ya'ni ikkita son 34 bilan 9 bo'lgan. Endi tekshirib ko'ramiz mana, to'g'rimi, noto'g'rimi. 34 dan 9 ni ayirsak 25 qoladi. Boya ma'lum shuni hosil qilish kerak edi. 34 ga 9 qo'ysak 43 bo'ladi. Qo'shganda 43 chiqishi kerak, ayirganda 25 chiqishi kerak. Demak, bizdan shu ikkita sonni so'rayapti. 34 bilan 9 degan son bo'ladi. 37. Ahmadda 25 tiyinlik 50 ta tanga bor. Suqrotda esa 50 tiyinlik 30 ta tanga bor. Har kuni ular o'zlarining tangalaridan birini hayvonlarga yordam berish fondiga berishadi. Ahmadning puli necha kundan keyin Suqrotning puliga teng bo'ladi. Demak, mana Ahmadning pulini hisoblaymiz birinchi. Ahmadda deyapti 25 tiyinlik 50 ta tangasi bor. Demak, 25 ni 50 ga ko'paytiramiz. 1250 tiyin tangasi bor ekan. Jami puli. Keyin Suqrotda 50 tiyinlik 30 ta tangasi bor. 1500 tangasi bor ekan. Tiyin puli bor. Yani bu aytganda 150 ming 125 mingdek pul deganmi? O'zimizning pulga hisoblasak, shuncha puli bor. Ikkalasi bu ham bitta pulni beradi, bu ham bitta pulni beraveradi. Har kuni bitta-bittadan tanga berib ketaveradi. Hayvonlarga yordam berish fondiga qanchadir vaqtdan keyin tenglashib qoladi. Nima uchun tenglashadi desa, buning puli ko'p, buning tangasi ham qimmatroq tanga. 50 tiyinlik tangasi bor. Bu bitta tanga bersa 50 ga kamayib ketadi. Bu bitta tanga bersa 25 ga kamayib ketadi. Bu kamroq kamayadi. Shuning uchun ikkalasi tenglashib qoladi. Biz demak uning farqini topib olamiz, tangalarining. Demak, 50 dan 25 top tashlaymiz. Demak, 25 tiyinga ko'proq pul beradi Suqrot. Bir kunda 25 degan ko'p pul berib ketaveradi. Endi jami pullar mana. Mana shuning farqi demak 1500 dan 1250 top tashlaymiz. 250 mana. Hozircha 250 tiyin ko'p puli bor. Bu 25 tiyinga ko'proq kamayib ketaveradi. Endi shuning ichida deyapti, necha kundir o'tar orada mana shuni yetib olish kerak degan. Va endi o'z-o'zidan shu 250 ni 25 ga bo'lib qo'yamiz. 10 kunda hisoblasa, 10 kunda netgani vazmana 50 tiyindan 10 kun hisob qilsa 500 bo'ladi, 500 tanga bo'ladi. 1500 dan 500 ga ketsa 1000 tangasi qolib ketadi. Bu 25 tiyindan 10 kun hisob qutisiga savob qilsa 250 bo'ladi. 1250 dan 250 ga 10 kunda ketadi. Bunda ham 1000 qoladi, bunda ham 1000. Ikkovi teng qoladi degan shu. Ikkalasi teng bo'lib qolishi kerak deyapti. Tanqidiy fikrlashda agar deyapti kamayuvchi 15 ga ortib, ayriluvchi 10 ga kamaysa, u holda ayirma 25 ga ortadi. Demak, xuddi shunday mana bittasi ortib, bittasi kamaysa qo'shamiz deydi. Xuddi mana sinf ichidagi savol bo'lar mana. 26 da shunday kamaydi, ortdi desa qo'shamiz. Katta son
ortda bo'lsa ortib ketadi, kamaygan bo'lsa kamayib ketadi. Xo'p, shunday bo'lsa, endi davron aytyapti. Ayirma 25 ga ortdi. Demak, kamayuvchi 15 ga ortib, ayirlovchi 10 ga kamaygan ekanda. Endi davronni gapi to'g'rimi, noto'g'riligini bilish uchun, demak, 25 ga ortishi uchun aynan shunday bo'lish shart emas. Masalan, kamayuvchi 20 ta ortib, ayirlovchi 5 ta kamaysa, ikkovini qo'shsak ham 25 ta ortib ketadi. Lekin davron aytyapti, aynan 15 ga ortish kerak, 10 ga kamayish kerak deyapti. Bundan faqat 25 bo'lish uchun 15 ga 10 ni qo'shsak 25 bo'ladi. Lekin mana 17 ga 8 ni qo'shsak ham 25 bo'ladi. Shunday savol, ma'nosi shunday bo'ladi. Shuning uchun davronning gapi noto'g'ri degan. Azamat aytayapti. Ayirma 25 ga ortmadi, demak kamayuvchi 25 ga ortmagan ekan, 15 ga ortmagan. Demak, bu ham noto'g'ri. Sababi 25 ga ortmaslik uchun aynan 15 ga ortmagan bo'lish shart emas. Boshqa sonni ham chiqarsa ham bo'ladi. Masalan, 25 ga ortmay boshqa son tanlasa, yana shunday son bo'ladi. Ikkovini aytganda davron bilan azamat bir xil gapni aytyapti, ikki xil ma'noda aytib qo'yapti. Ikkovining javobi bir xil bo'lyapti. Bizda mana kimning fikri to'g'ri, ikkalasiniki ham noto'g'ri bo'lishi mumkin. Sizlarga javob 25 bo'lish uchun aynan 15 ga 10 ni qo'shish shart emas degan. 24 ga 1 ni qo'shsak ham 25 bo'laveradi. Shuning uchun birinchisi B javob bo'ladi. Ikkinchisida Humoyun A ayro B teng S ni yozaman. A ayro B teng S mana. Demak, mana bundan A'miz kamayuvchi, B ayirlovchi, S ayirmaydi. Shu narsani yozib qo'yibdi o'zi ham. Humoyun qanday xatolikka yo'l qo'ydi? Demak, A ayro B ayirmada ayirma ortishi uchun faqatgina kamayuvchi ortishi kerak deyapti. Demak, mana Humoyun aytyapti, ayirma ortishi uchun faqat kamayuvchi ortishi kerak deyapti. Lekin boya aytdik, bu ortishi uchun ayirlovchi kamaysa, bu ortib ketadi. Misolda yozganimizni mana aytdik mana. Hozir mana masalan 50 dan 20 ni esa 30 qoladi. Az bu kamayuvchi, ayirlovchi ayirma. Endi 50 dan men mana buni kamaytirsam, 20 joyiga masalan 15 qo'ysam, bu 35 bo'ladi. Mana ortib ketadi. Ya'ni buning xatoligi Humoyunda ayirlovchi kamaysa, o'rtadagi ayirlovchi kamaysa, ayirma ham ortadi. Bu ortsa, bu ham ortib ketadi. Bu kamaysa yana ortadi. 2 marta ortish imkoniyati bor degan. Shunday xatolikka yo'l qo'ygan. Demak, shunday javob. A javobda kamayuvchi kamaysa, ayirma ham kamayadi deb o'yladi. Demak, bu narsa noto'g'ri. S javobi mana. U ayirlovchi kamaysa ham ayirma ortish mumkinligi hisobga olmadi. Demak, mana u kamaysa, bu ortish hisobga olmadi. Demak, S javob degan.